Talabalarga o'qish 11-yanvardan boshlanadi. Lekin biz uydagi ishlardan qochib, 5 kun oldin kelib olib nima bor? Uyda o'tirmaymanmi mazza qilib? Qornim ochqab ketdi. "Alo, aya, anov pul kerak edi, iloji bo'lsa pul berib turingizlar." Hozir menda yo'q edi, xonadoshlaringni olib tur. Menimcha yo'q ularda. Bolalar, yer qimirlayapti. Qanaqa yer, qornim g'urillayapti. Och qolib ketdim, hech narsa qolmadi yeyishga. Do'stlar. Qisi, mehmon olib keldim demoqchi edim. Mehmon? 100 ming pul yashashim yetadimi? Ha, yetadi. Ko'p-ku. BMW'mizni sotib keldikda bir 6 ta Malibu olganmiz. Ana eshikka sig'ma tashqari qo'yib qo'ydi. Uyga kirib yotdim. 4 tami uy bor, bittasini menga berib qo'yganda. Ey, ovqatingni ye. Ya rostdan o'lay agar. Lozimman ko'ksaman. Bugun 11-yanvar. Bugun kun nima edi? 11-yanvar, yakshanba. Kim o'qishdi deb ertalabda? Ha, bugun yakshanba ekan. O'qish 12-yanvardan, menimcha.